Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov legionerga aylanmoqda. Xabarlarga ko'ra, Behruz Karimov tez orada Shvetsariyaning Lugano klubi bilan shartnoma tuzadi. Yaqin kunlarda barcha hujjat ishlari amalga oshiriladi va futbolchi Lugano ixtiyoriga borib qo'shiladi. Lugano Shvetsariya futbol chempionatining o'ziga xos va tarixiy klublaridan biri. Klubga 1908-yilda asos solingan. 2000-yillar boshida klub moliyaviy inqiroz va bankrotlikni boshdan kechirib, ammo qayta tiklanib 2015-yilda Superligaga qaytdi va shundan beri Yevrokuboklarining, Yevropa Ligasi, Konferensiyalar Ligasi muntazam ishtirokchisiga aylandi. O'tgan mavsumda Lugano Shvetsariya chempionatida Basel va Young Boys kabi grandlarni ortda qoldirib, 3-o'rinni egalladi. Shu bois klub Konferensiyalar Ligasi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Klub asosan o'tgan asr o'rtalarida katta sovrinlarni qo'lga kiritgan. Luganoning so'nggi katta yutug'i 2022-yilga to'g'ri keladi. O'sha yil mamlakat kubogi egasiga aylangan. Ayni paytda jamoani shvetsariyalik 44 yoshli mutaxassis Mattia Croce boshqarmoqda. Lugano 3 karra Shvetsariya chempioni va 4 karra Shvetsariya kubogi sohibiga aylangan. Jamoa o'z uy o'yinlarini Stadio Carnaredo'da o'tkazadi. Bu stadionda 1954-yilgi Jahon chempionati o'yinlari bo'lib o'tgan. Lugano shunchaki futbol klubi emas, balki mintaqaning Shvetsariya futbolidagi asosiy yuzi va faxridir. Stadio Carnaredo eskirgani va zamonaviy futbol talablariga mos kelmagani sababli shahar ma'muriyati va klub rahbariyati butunlay yangi stadion qurishni boshladi. 10,000 tomoshabinga mo'ljallangan, to'liq yopiq, faqat futbolga moslashgan, yugurish yo'lakchalarisiz zamonaviy arena. Bu arena UEFAning 4-kategoriyasiga mos keladi va Luganoga Yevrokubok o'yinlarini o'z uyida o'tkazish imkonini beradi. Behruz Karimovning Lugano jamoasiga o'tishi bo'yicha fikrlaringiz qanday? Albatta, fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.